Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qardoshimiz hammani Birlashgan Arab Amirliklarida yig'di. Hamma deganda prezidentlarni, to'g'rimi? Ya'ni Qirg'izistonning avvalgi prezidentlarini. Hammasi tirik-ku ular. Hammasi tirik va qamoqdagisini ham chiqardi. Endi u adolatli-da, adolatsiz boshqa masala umuman. Yoki qidiruvdaligisi ham bor va hokazo mingta masalasi bor-ku. Hammasini yig'di-da, og'ayinladi. Bu yoqqa Qirg'izistonni rivojlantirishimiz kerak edi. Iltimos, taraf-tarafga bo'linmanglar, tarafdorlaringni gijgijlamanglar. Xullas, ali aytadi, "Давайте жить дружно." Mana, ali kelinglar bir tinchlik, ahillikda yashaymiz. Degandek hammani bir yig'ib mana shu kichkinagina bir davlat bo'lsak, resurslarimiz kam, kelinglar bir oyoqqa qo'yaylik. Shunday. Bir bo'linmasdan, mayli men ham ko'p o'tirmayman, ketaman, lekin sizlar ham muammo chiqarmanglar. Ma'lum bir muddat biz mana shu davlat vertikalini kuchaytirib olaylik, islohotlar qila oladigan. Yildan yilga zaiflashib ketyapmiz. O'zingiz ham ko'rib turibsizlar. Har biringizda ma'lum bir boshqaruv tipini ko'rdik, boshqaruv uslubini ko'rdik, o'xshamadi. Lekin biroz avtoritarizmga yaqinroq, lekin shu bilan birga bu davlatning vertikalini mustahkamlashga qaratilgan, bu boshboshdoq demokratiya emas, balki tartibga solingan demokratiyani yo'lga qo'yaylik degan bir samimiy suhbat bo'ldi degan. Shunga yaqinroq. Mana shu Qirg'iziston shu ishni qila oldi. Mana shu dunyo davlatlari birlashib, mana shu urushlar boshlayotganlarni, masalan, Venesuelani rahbarini to'xtata olishdi-ku. Gvineyani 3dan 2 qismiga referendum o'tkazib, farmonlar chiqarib olgandi. Ismi Madurami? Madura. Madurani to'xtata olishdi-ku, urushsiz 1 qonni gramda o'lchamaydi. 1 tomchi qon to'kmasdan to'xtata olishdi. Nahotki mana shuncha prezidentlar, katta oligarx deydimi, milliarder deydimi, kimi bo'lsa ham yig'ilib kelinglar, shu to'xtataylik, shu nomingga o'tsin urushni, axir bo'ldi, bu yog'iga bu jinnilikka o'xshayapti-ku. Endi bu yog'i nimanidir himoyasi emas. Bu yog'i faqat o'ldirish ketyapti. Faqat masalan, mana Avdiyevkani oldi. Nimaning hisobiga? Qancha rus askari qurbon bo'ldi, qancha Ukrain qurbon bo'ldi? Hayron qolasan. Bu yerda keyin yana konferensiya yurganlarni ko'rasan-da, o'sha davlatdagilarni. Aytasan, to'g'ri, bular boshqa dunyoda yashayaptimi? Biri konferensiyada yuribdi, o'ynab ko'rib, yoki Hamidga to'g'ri, Ukraina hozir bu yerda mazlum, lekin o'sha urush ketayotganda Ukrainadagi bitta yuqori lavozimli insonni Ispaniyada dam olib kelgan. Ha, prokurorning nimalari? Shunaqa farzandlari. Nima dahshat, nima degan dahshat. Yoki Rossiyadagilar. Juda ham bir g'alati holatda, nahot shuni bir kelishib to'xtatib bo'lmaydi Hamidga.